Tuz va shakar aslida zahar ekanligini bilarmidingiz? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Tuz va shakar tanamiz uchun sekin ta'sir qiluvchi zaharlardan biridir. O'ylab ko'ring, har kuni 25 gram, ya'ni 6 choy qoshiqqacha shakar mumkin. Lekin siz buni bilmagan holatda konfet, shirinliklar, pirojnilar yeb, bu miqdorni bir necha baravar oshirib yuborasiz. Natijada bu sizni charchatadi, semirtiradi va hattoki yurak qon tomir kasalliklariga olib keladi. Tuz esa foydali ko'rinsa-da, kuniga 5 gram, ya'ni 1 choy qoshiq mumkin. Siz esa tuzlamalar, achchiq, sho'r, kopchonli mahsulotlarni iste'mol qilib, bu miqdorni bir necha baravar oshirib yuborasiz. Oqibatda buyrak yetishmovchiligi, xafaqonlik va davleniya kasalligiga olib keladi. Demak, muhim qoida: hamma mahsulotni me'yorida iste'mol qiling. Tuzni ham, shakarni ham. Bu kabi foydali ma'lumotlar uchun menga obuna bo'ling.